Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Hikvision'dan ajoyib PTZ kameramizni ko'rib chiqamiz. Keldi do'stlar, qiziq bo'lsa, shu korobkamiz ichida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni komplektda qurilma hujjatlari, o'rnatish uchun uskunalar va kamerani o'zi. E'tibor beringlar, kamera ikkita kameradan iborat. Birinchisi sentralniy bir nuqtaga qaraydigan kamera, ikkinchisi поворотный 360 gradus aylanadigan kamera. Va e'tibor beringlar o'rnatish usuliga. Xohlasanglar devorga o'rnatsanglar bo'ladi, xohlasanglar potolokka. Endi boshqa PTZ kameralardan farqli qiladigan xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bunda ikkita kamera, ikkala kameramiz ham 2 megapikselda. Поворотный kamerasi, ya'ni aylanadigan kamerasi bo'lsa, 12 kratli optический zoom va 360 gradus ko'rish imkoniyatiga ega. Bunda Wi-Fi ga ulanish imkoniyati bor. Ushbu qurilmani sozlash juda ham oson. Ya'ni Wi-Fi da qo'llab-quvvatlaganligi uchun hech qanaqa simlarsiz bemalol programma HPP orqali yoki web interfeys orqali sozlashimiz mumkin. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, kimga sifatli PTZ kamera kerak bo'lsa, uni bizning partnyorlarimizdan yoki dilerlarimizdan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va fikr mulohazalaringizni qoldiring.